Assalomu alaykum kimyo ixlosmandlari. Men Diyorbek Norov, Registon o'quv markazi Qarshi filialida kimyo fanidan 3 yildan beri dars berib kelaman. Bugundan boshlab sizlar bilan birgalikda ushbu milliy sertifikat kitobli savollarni tahliliy qismini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz quyidagicha. Bizda natriy 3 XO4 birikmasi berilgan. Bizni so'raladigan ma'lumotimizda X va kalsiy o'zaro qanday birikma hosil qiladi degan savol. Biz bundan ajratib aniq olishimiz uchun, ya'ni X ni biz aniq topa olishimiz kerak. Xo'sh, demak bu yerda biz natriy valentligi 1, kislorodning valentligi esa 2. Shunda 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8, 3 ni 1 ga ko'paytiramiz 3. 8 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak 5 valentli bo'lgan. Demak, bu yerda X imiz 5 valentli bo'ladi. Endi esa bu yerda X bilan kalsiy qanday birikma hosil qilishi mumkin? Deyilganda X imiz metal massa atomga to'g'ri keladigan bo'lsa, bizda demak kalsiy, ya'ni X imiz oddiy holatda 3 valentli bo'lgan. Qo'zg'algan holat bo'lganda esa u 5 valentlilikni namoyon qilgan. Demak, bizda kalsiy 3, X 2 degan birikma hosil bo'ladi. Demak, birinchi savolimizning javobi C javob bo'ladi. Xo'p, endi esa ikkinchi savolga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi savolda bizda aytilishi bo'yicha ammiak parchalanganda molyar massasi 10 gram taqsim mol bo'lgan gazlar aralashmasi olindi. Ammiakning qancha qismi parchalanganligini toping. Demak, ammiak parchalanadi. NH3. Xo'p, azot plus 3 mol vodorod. Ana endi biz bu yerga reaksiyani tenglashtirib mana shunday holatga keladi reaksiyamiz. 10 gram taqsim mol bo'lgan gazlar aralashmasi olindi. Bizda unum so'ralgan. Shunda biz 2 mol ammiak olishimiz mumkin. Va shunda 2x mol ammiak parchalanganda x mol azot hamda 3x mol vodorod olinishi kerak. Savolda ortib qolgan ammiak, ya'ni 2 minus 2x mol ammiak ortib qoldi. X mol azot hosil bo'ldi va 3x mol vodorod hosil bo'ldi. Mana shu 3 ta gazlar aralashmasining o'rtacha molyar massasi 10 gram taqsim molga teng bo'lgan. Demak, yozib olamiz. 2 minus 2x ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi ammiakning massasiga. 17 plus x ni ko'paytirishimiz kerak azotning massasiga. 28x plus 3 ni ko'paytirishimiz kerak vodorodning massasiga. 6x. Unda bo'lganimizda miqdorlarga 2 minus 2x plus x ga 3x qo'shadigan bo'lsam 4x. O'rtacha molyar massasi 10 chiqishi kerak bo'ladi. Tenglamamizda sodda holatga keltirishimiz kerak. Sodda holatga qanday keltiramiz? Demak, mana bu qismini soddalashtirishimiz kerak, ya'ni qavslarni ochgan. 17 ni 2 ga ko'paytiramiz. 34 minus 17 ni x ga 2x ga ko'paytiramiz. 34x. 28x ga qo'shib olishimiz kerak 6x ni. Qo'shadigan bo'lsak, bunda plus 34x ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerdan pastki qismida ham soddalashtirishimiz kerak. 2 minus bu yerda minus 2x bor, bu yerda plus 2x bor. Shunda plus 2x bo'ladi. Va teng 10 ga. Biz soddalashtirdik. Endi tenglamani qisqartiradigan qismlar bor, qisqartiradigan qismlarni yo'qotib yuborsak bo'ladi. Bu yerda 34x va bu yerda 34x qisqaradi. Plus bu mana bu yerda minus, bu esa plus. 34 teng 2 ni 10 ga ko'paytirsam 20. Plus 2x ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsam 20x. Xo'sh, endi esa bu yerdan ayiramiz. 34 minus 20 teng bo'ladi 20x ga. 20x teng 14. 14 ni agar 20 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda x teng chiqadi. Bu yerda bizda 0,7. X 0,7 chiqdi. Bizda bu yerda x 0,7 chiqyapti. Endi esa bizda 2x qismi parchalangan. Bu degani 1,4 bo'ladi degani. Unumni topishimiz uchun
1,4 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 2 ga. Ko'paytiramiz 100 ga. Bunda 70% unum chiqadi. To'g'ri javob C javob bo'ladi.